Demaganingizni men kechib turibman. Men jumla qarab turgan odam borda bu yerda. Tushunyapsizmi? Bitta emas bu yerda. Yo'q, unaqa demang, Muhammadiy qo'raka hali yosh qizillab qo'yaman, mana shunaqa qilaversanglar bor-ku. Savol bor edi aka. Ham qizillab qo'yaman-da. Siz bilasiz nimaga qizillaganimni, chunki u bolani qizillaganim uchun sizni ham qizilladim. Muhammadiy qo'raka, ukammiz yosh. Siz masalan o'zingiz boksni yaxshi bilasiz, biladigan odam deb bilaman-da. 50 kilolik odam bilan 75 kilo bo'lib siz tushmaysiz-ku. Jonim akajonim, qo'ying, ukamiz xato qilib o'tsin-da, ko'z yumib o'tib ketavering. Muhammadiy qo'raka. Ochaman ikkalangizni bir-biringiz bilan bugunchalik gaplashmaysiz. Gaplashsangiz qizillanasiz ikkalangiz ham. Bir-biringiz bilan gaplashmang, iltimos. Muhammad Ali, siz bilaman, siz kimni yonini olib chiqishingizni ham bilaman. O'shanga to'xtab turing, iltimos. Yo'q, men gapirmoqchi emasman, bemalol davom etiraversin. Ha, bo'ldi, tamom. Eldor aka savol bor edi aka. Ha, bo'ldi. Ana o'sha odam kerak-da. Kimga savolingiz bor? Nimadan savolingiz bor? Ayting. Sizga aka savol. Mumkinmi? Bir minut. Eldorbekka azamatga bola. Buni nima qisilmagan boz. Ondan aka, mikrofon yo'q. Gapiraveryapti. Bilamiz bizlar. Gapiraveryapti mana odam. To'xtab turing. Sabr qiling. Nima? Maylumi gap Eldor aka gapirsam bo'ladimi? Ha, savolingizni bering. Mendan temirni qanaqa qilib buklasa bo'ladi? Beravering savolingizni. Ha, aka, mendan hamma qo'rqib qolibdi shekilli, hamma meni tanib qolibdi. Anaqa bu guruhda men islom dini to'g'risida buni bilmaganlar so'rab bilib oladi, To'xtab turing. Ha, to'xtang. Sizdan kimdir qo'rqyapti deb o'ylayapsizmi hozir mana shu guruhda? Yo'q, sizga men darrov ogohlantiryapti-yu, uni azamat deb o'shanga aytyapman-da. Yo'q, u azamat bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Biz juda yaxshi bilib turibmiz-da, kim nima deyapti, kim bu guruhga kirib gapiryapti. Siz YouTube'da nimalarni qo'yib, nimalarni tahlil qilib gapiryapsiz, tanib, bilib turgan odam bilan gaplashyapsiz siz. Ha, bo'ldi aka. Shundoq qilib gaplashavering. Любой gapingizni gapiravering, gaplashamiz siz bilan. Bo'ldi aka, qarang. YouTube'da Abbos aka ketyapti deyishingiz bor-ku. Ikki pulga qimmat ana u gap. Bo'ldi, u inson zotidan qo'rqadigan odam bu guruhda o'tirmaydi. Shunaqa bo'ldi aka, qarang. Abbos aka o'tganda zapis tashlang degandim, tashamabdi menga, mayli. Keyin bu guruhda men ana islom dinimiz bo'yicha bilmaganlar savol javob bo'lsa kerak deb o'yladim. U universal guruh ekan. Universal guruh ekan. Shu sizga tashab berish kerak sizga. Yo'q, o'zi biladi, agar Abbos akaga aytsa o'zi tushunadi. Qaysi zapis so'rayotganimda. Sizga tashab. Ya siz YouTube'ga chiqib olib, o'zingiz xohlagancha, xohlagan joydan to'xtatib, xohlagan joyini qo'yib, gapirib, tahlil qiladigan odam bo'lsangiz. Yo'q, men nimaga qildim buni aka? Gaplashing, mana shu yerda gaplashing. Eldor aka, men nima uchun YouTube'ga qo'yganim sababi, bu yerda mikrofonim yopib qo'yib, xohlagan gapni gapiryapti Abror Muxtor Ali. Qolganlar ham shu. Tuhmat qilyapti menga, u bu deb. Men o'shaning uchun YouTube'ga qo'ydim aka. Mikrofoningizni yopmasdan konkret gaplashamiz. Yo'q, men nima temada gaplashmoqchisiz? Savol bermoqchiman aka sizga. Meni gapim bo'lib qo'yapsiz-da. Любой savolingizni beravering. Bering savolingizni. Xo'p, qarang aka, bu guruhda men o'ylagandim, dindan bilmagan odamlar, islom dinimizda bilmaganlar kelib savol javob qiladi deb o'yladim. U universal guruh ekan, siyosatdan ham hamma narsadan gaplashar ekan. Endi shu vaziyatdan foydalanib aka sizga hozir men shoshyapman. Hozir El Clasico bo'ladi. Real yutadimi, Barsami? Shuni hammasini bilar ekansiz, qaysi yutadi? Aytib yuboringda shuni. Biz programmiz u Real Barsa degan narsalarga. Ha, bo'ldi aka. Rahmat, sog' bo'lasizlar. Kayfiyat ko'tarmoqchi edim men. Kayfiyat ko'tarmoqchi edim aka. Men tushirganman, tushundingizmi? Bo'ldi aka, gap yo'q. Bo'ldi. Kayfiyat ko'tarildimi? Glavniysi mana shu aka. Yo'q, kayfiyat ko'tarmoqchi edim aka. Kimdir temadan chiqmoqchimidi, kimdir? Yo'q, boya aka
yuzlarni ko'rsatib videoda ko'rinib gaplashaylik dedi-yu. Mana shu bolaga bitta narsa aytib